Assalomu alaykum. Mening ismim Soliha va men Iqtidor xalqaro maktabi 3-sinf o'quvchisiman. Bugun maktabdagi bir kunim haqida sizlar bilan bo'lishaman. Qani ketdik. Har doim maktabimizda bizni iliq kutib olish bo'ladi. Yo'l xavfsizligiga ham alohida e'tibor berishadi. Bizni yo'ldan o'tkazib qo'yishadi. Har doim bizni hamshira opamiz va to'garak ustozlarimiz, shuningdek psixologimiz kutib oladilar. Shundan so'ng esa biz Face ID tizimidan o'tamiz. Bunda bizning maktabga kirganligimiz to'g'risida xabar ota-onamizning mobil ilovalariga boradi. Maktab mening eng sevimli joyimdir. Bu yerda biz bir-birimiz bilan o'ynaymiz, bilim olamiz, mazza qilamiz va eng muhimi bir-birimizni hurmat qilamiz. Chunki xulq-atvor maktabimizning eng asosiy qadriyatlaridan biridir. Bizning kunimiz ham, haftamiz ham maqsadsiz boshlanmaydi. Masalan, bugun dushanba va har kuni dushanba tongida biz kelajak soati darsini o'tamiz. Bunda bizga vatanparvarlik tuyg'ulari va milliy qadriyatlarimiz ulashiladi. Shuningdek, har kuni tongda o'zimizga savol beramiz. Bugun nimaga erishamiz? Nima yondashuvni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yamiz? Qaysi salohiyatimizni kashf etamiz? Nima bilimlarni egallaymiz? Darvoqe, bizda ikkinchi chorak aniqlik qadriyati asosidagi chorak bo'ldi. Bunda biz yanada aniqroq gapirishga, amallarimiz aniq bo'lishiga harakat qildik. Kim noaniq gapirsa yoki aniq bo'lmagan ishlarni qilsa, ularga yordam ham berdik. Barakalla. Yana Dilshon Erkaklarimiz barakalla. Yana yosh avlodlarimiz vatanimiz uchun xizmat Iqtidor xalqaro maktabimizda klassik ta'lim juda muhim rol egallaydi. Biz shunchaki faktlarni yodlamaymiz, biz fikrlaymiz, tahlil qilamiz va muhokama qilamiz. Biz hayotiy vazifalarni qo'llashga harakat qilamiz. O'qituvchilar bizga savol beradi, biz esa javob topamiz. Shuningdek, biz sinfdoshlarimizga savol beramiz, ular javob berishadi. Ma'lum bir narsalarda ikki xil fikrlasak, o'zaro o'tirib muhokama ham qilamiz va aniq javobga kelishga harakat qilamiz. Bunda bizga boshqa sinfdoshlarimiz va ustozlarimiz yordam berishadi. Uni ko'tarsin. Ha. Jashin, Savol berishdan va savolga javob berishdan qo'rqmaslik kerak. Bu yerda mustaqil fikr bildirish, jasorat talab qilinadi. Jasorat esa bu bizning maktabimizning eng muhim qadriyatlaridan yana biridir. oq rang, xo'p. Bizdagi ranglar oq. Men Dilnoza ustozni yaxshi ko'raman. Ular juda mehribonlar. Biz jadidlarimizni faqat tarix sifatida o'qimaymiz. Ularning g'oyalari, millatni uyg'otish, ta'lim orqali taraqqiy etish bugun ham dolzarb. Iqtidor xalqaro maktabimizda jadidlarimiz g'oyalari amalda yashaydi. Jadid bobolarimizdan biri bo'lgan Mahmudxo'ja Behbudiy hayoti va ijodi haqidagi lavhani tomosha qildik. Bobomiz Mahmudxo'ja Behbudiy qachon tavallud topgan ekanlar? Qani Shukrona xonni eshitamiz. 1875-yil. Barakalla, zo'r, o'tirib olamiz. Mahmudxo'ja Behbudiy bobomiz qayerda tavallud topganlar? Qani kimlarda javob bor? Qani yana kim? Yana kim? Shoh Muhammadjon? Samarqand shahrida. Barakalla, to'g'rimi? Zo'r. Xo'p, aziz bolajonlar, biz kimlarmiz? Barakalla, bir-birimizni olqishlab qo'yaylik. Biz faxriylarmiz. Biz nusratlarmiz. Biz avlodiylarmiz. Biz
Maktabda bizning eng sevimli to'garaklarimizdan biri shaxmatdir. Ustozimiz O'zbekiston chempioni hisoblanadilar. Bizda shaxmat musobaqalari doimo bo'lib turadi. Shaxmat bizning diqqatimizni jamlashga o'rgatadi. Shuningdek, shaxmat o'yini so'ngida yutqazganimizda ham raqibimizni qo'l berib tabriklash qismi menga hurmat jihatidan juda yoqadi. Musiqa fani darslarimizda biz qo'shiqlar kuylash orqali ovozlarimizni sozlash va kelajakda buyuk notiqlar bo'lishga ham harakat qilamiz. Bir tomonga sizlarga mana bunday bo'lib qoladi. Mana ke. Usullarini Musiqiy asboblarni chalish bilan esa biz miyamizdagi 2,5 shar faol rivojlanishiga yordam beramiz. Musiqiy asboblarni chalishda jamoaviy ishlash ham muhim hisoblanadi. Biz sinfdoshlarimiz bilan birgalikda ijro qilganda katta kuch egarligimizni his qilamiz. Page number 64, exercise 14. Let's read the dialogue one by one and translate, okay? Xorijiy tillardan rus va ingliz tili fanlari maktabimizda chuqurlashtirib o'tiladi. Let's make the cake. What does it mean, Imran? Okay, so cool. And do you like mathematics? Yes. Ko'p millatli davlat bo'lganimiz uchun o'zbek, rus va ingliz tillarida mukammal gapira olishimiz shartdir. Ты уступишь свое место бабушке или нет? Плохо. Что такое? Хорошо. Что Такое плохо. Правильно? Солнышко какого цвета? Цыпленок какого цвета? Объясни мне, пожалуйста, какого цвета солнышко? Желтый. Да. На каком? Ага. Класс. Какой? Девочка. Какая? Maktabimizda bizning sog'lig'imizni saqlash bu eng ustuvor maqsaddir. Ayniqsa hamshira opamiz bizga juda mehribonlar. Bizga o'z farzandlaridek mehr berib g'amxo'rlik qiladilar. Jismoniy tarbiya darslarida biz avvalambor tanamizni sevishni, sog'lom turmush tarziga amal qilishni o'rganamiz. Aytishadi-ku, sog' tanda sog'lom aql deb. Jismoniy tarbiya fani ustozimiz bizga har xil sport turlarini o'rgatadilar. Bu o'yinlarni 5 ta chapga, 5 ta o'ngga aylantiramiz. Ketdik. Tirsaklarni 5 ta ichkariga, 5 ta tashqariga aylantiramiz. Mashq tamom. Darslar davomida esa qiziqarli estafetalar ham o'ynaymiz. Tezroq. Tezroq. Давай. Ulaydi. Yoga darsida esa biz nafaqat tanamizni chiniqtiramiz, balki ruhiyatimizni ham yanada irodali qilishni va albatta diqqatimizni jamlashni o'rganamiz. Direktorimiz aytganlaridek, yoga bu tana va ruhiyat uyg'unlashishiga yordam beradi.
boshimizga barmoqlarimizni yoygan holda quloqimizdan sal yuqoriroq qismdagi joyiga qo'yasiz. Shoshmasdan qo'ying. Kuni kecha maktabimizda yangi yil bayrami va birinchi sinflarimizning alifboni tugatganligi munosabati bilan savodxonlik bayrami bo'lib o'tdi. Yangi yil bayramida Chulponlar sinfi o'zlarining sehrli xarita dasturiy chiqishini amalga oshirdilar. Unda ular Buratinoga yordam berishdi. Ya'ni ular 7 ta jumboqqa javoblar topishgan holda sehrli xaritadagi xazinani kashf qildilar. Savodxonlik bayramida esa birinchi sinf o'quvchilarimiz o'zlari yodlagan she'rlar, qo'shiqlar va raqslar bilan ota-onalarini xursand qilishdi. Endi ular alifbo kitobidan o'qish kitobiga o'tishdi va endi bemalol mutolaa qila olishadi. Shuningdek, ular kitob o'qish, telefon o'ynashdan ustun ekanligi vatanni himoya qilish muqaddas burch ekanligini boshqa millat raqslari ham qiziqarli ekanligini ko'rsatishgan holda o'zlarining qiziqarli chiqishlarini qilishdi. Barcha ota-onalar rosa mazza qilishdi. Darslarimizning o'zi eng qiziq jihati ham amaliyotdadir. Legolardan robotlar yasaymiz. Kelajakda katta bo'lganimizda esa o'z kasbimizning amaliy mutaxassislari bo'lishimizga hozirgi tajribalarimiz katta yordam beradi. Shuningdek, bizga aktyorlik mahorati ham o'rgatiladi. Biz o'z sinfdoshlarimizga spektakllar, qo'g'irchoq teatrlari qo'yib beramiz. Spektakllarimizni ijro etishda qo'l motorikalari va aytayotgan gaplarimiz mos tushishi uchun ko'p harakat va repetitsiyalar qilamiz. Har xil tilaklar tilar ekan. Hozir ko'ramiz yo'lbars nimadir ekan. Salom do'stlar. Informatika va kompyuter savodxonligi darsida biz kompyuter texnologiyalaridan to'g'ri va maqsadli foydalanishni o'rganamiz. Bu bizga yangidan yangi bilimlarni o'rganishga turli xil qulayliklar yaratib beradi. Bugungi kunda kompyuterlarni bilmaslik dunyo yangiliklaridan quruq qolish demakdir. Tasviriy san'at fani ham barchamizning sevimli fanimizdir. Ustozimiz bizga tasviriy san'atning har xil yo'nalishlarini o'rgatib, go'zallikni sevishga va uni qadrlashga o'rgatadilar. Men nafaqat rasmlarni, shuningdek barcha qiladigan ishlarimni go'zal va mukammal bo'lishini xohlayman. Ana shunday, молодец, yaxshi. Ana shunday ishlaymiz. Ana shunday ellipslar yasaladi.
ustozimizni barchamiz juda yaxshi ko'ramiz. Shuningdek, biz o'zimiz ham har taraflama favqulodda holatlarda nima qilish kerakligini o'rganmoqdamiz. Masalan, ustozimiz bizga yer qimirlashining birinchi to'lqinida nima qilishni o'rgatmoqdalar. Biz bunda avvalambor stollarning tagiga kirib olishni o'rgandik. Shuningdek, yong'in holati sodir bo'lganda ham biz birinchi navbatda yong'in sirenasi ovozini tanib olishni va tashqi zinaga qarab chopishni, olov o'chirgich jihozidan foydalanishni ham o'rgandik. Angstlikdan bo'ladi. Bu yong'in holatida suvga nisbatan olovni tez so'ndiruvchi moslama. Ya'ni yong'in bo'lgan holatda nima qilamiz? Birinchi bo'lib Bizning yana bir maktabdagi eng sevimli joyimiz bu oshxonamizdir. Biz kuniga 3 mahal maktabdan taomlanamiz. Ovqatlar juda ham mazali, kaloriyaga boy. Bu yerda biz jamoat oshxonasidagi odoblarni ham o'rganib, o'z o'rniga qo'yamiz. Shuningdek, psixolog ustozimiz biz bilan doimo muloqot olib boradilar. Xafa bo'lsak xursand qiladilar. Juda ham qiziqarli treninglar tashkillashtirib beradilar. Xafa bo'lganingizda kimga murojaat qilasiz birinchi navbatda qizim? Kuni kecha yurtimizda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni keng tarzda nishonlandi. Shu sababdan maktabimizning Cho'lponlar sinfi o'quvchilari shahrimizdagi Oliy harbiy aviatsiya bilim yurtiga sayohat qilishdi. Tashrifimiz davomida bizga bo'lajak uchuvchilar, kursantlar hamrohlik qilishdi. Bizni aviatsiya muzeyiga olib kirishdi. Vatanimizni qo'riqlash jarayonida martlarcha halok bo'lgan uchuvchilar burchagiga ham olib borishdi. Shuningdek, harbiy texnikalarni, samolyot va vertolyotlarni ham o'quvchilarimizga ozgina o'rgatishdi. Oliy harbiy aviatsiya bilim yurtidagi kursantlar bilan sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ularni bayram bilan tabriklab, Cho'lponlar sinfi o'quvchilari o'z sovg'alarini topshirishdi. Tabriklaymiz. Qarsak cho'lamiz. Bizning maktabimiz direktori bolajonlar uchun ochilgan viloyat qo'g'irchoq teatriga ham olib boradilar. U yerda biz aynan bolajonlar uchun sahnalashtirilgan spektakllarni tomosha qilamiz. Menga shaxsan televizordagi multfilmlardan ko'ra teatrdagi jonli spektakllar juda yoqadi. Musiqa ustozimiz bizga teatrda bo'lish odobi haqida ham o'rgatganlar. Sinf rahbarimiz esa jamoat joylaridagi odoblar haqida o'rgatganlar. Spektakllar tugaganidan keyin esa biz ota-onamiz bilan spektakl haqida ko'p gaplashamiz. Kim to'g'ri qildi, kim noto'g'ri ish qildi, shularni muhokama qilamiz. Yana shuningdek biz pizza master klassiga ham qatnashdik. O'zimiz o'z qo'llarimiz bilan ota-onamizga pizza pishirib berdik. Bu mening ota-onamga pishirib bergan eng birinchi taomimdir. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Mana, maktabimizning bugungi kuni ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga yana ko'p narsalarni aytib berishni xohlardim, ammo keyingi safar aytib bera qolaman. Endi esa meni olib ketgani kelishdi. Ertaga bizni maktabda yana qiziqarli va foydali kunimiz kutmoqda. Buning uchun uyda dam olib kuch yig'ib kelaman. Men rasm chizishni yaxshi ko'raman. Bu menga e'tiborimni bir joyga jamlashga yordam beradi.
Men musiqani yaxshi ko'raman, pianinoni chalishni o'rganmoqchiman. Men sportni yaxshi ko'raman. Bugun men jismoniy tarbiya ustozi bilan shug'ullanmoqchiman. Men bugun matematika ustozim bilan olimpiadaga tayyorlanaman. Men jismoniy tarbiya ustozi yaxshi ko'raman, chunki jismoniy tarbiya ustozi darslari juda ham qiziq. Men bugun ingliz tilidan ko'proq narsa o'rganmoqchiman.